Qadrli tomoshachilar, hurmatli do'stlar, mening qo'limda bitliksiz Fani Jihansha degan adabiy nafis basma. Bu albatta endi sizning ishingda begirakda mening ishimda zo'r suyunish ham quvonchli hal bo'ldi. Birida mening fotografiyalarim, shulay do'stlarimning, ijoddosh kollegalarimning aytgan fikrlari o'rin olgan. Haligi basmaning ijod boshida teatr san'atini suyuvchi Inji Sadiqova ismli qiz turaydi. Onun shusha ideyasin Alyaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri xuplab ko'tarib oldi. Hamma bugungi kunda shunday mazkur kitob albom etib bostirib chiqardi. Qadrli do'stlar, biridagi fotografiyalar, ular mening spektakllardan da o'rin olganlar, ularni qaraganda aytirsinglar, jonlanib ketib sizning oldida tomosha qila boshlaylar. Eng muhimi, siz bu basmani Kamal teatrining foyisindagi sotuv nuqtalaridan sotib ola olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Men mana o'zimda o'qimadim bitali. Qarab chiqayman.